Azizlarim hech kim yo'qmi? Massiv Kaleninda 125-ko'cha, 33-uy, 5 sotik, 5 xona plus koridori, letniy zimniy kuxnalari azizlar juda ham zo'r narxga topib keldim yana sizlarga. Olucha guli bodom, tu kelinaki dadam, dadam shina joy xura, tu chorezaki dadam. Olucha guli bodom, tu kelinaki dadam, dadam shina joy xura, tu chorezaki dadam. Tarlabanash, sup-surh gulbaring, chidar dahanash. Oho, akamiz jurasa did bilan qilgan ekan. Azizlar, shakaroblar, qiyomlar hammasi shu yerda ekan. Xo'p, kelinglar, sirazi uyda ichki qismlarini ko'rsatishni boshlaman sizlarga. Uzun 9,5 metrlik koridorimiz bu azizlar. Xo'p, 1, 2, 3 azizlar, xonalarda sizlarga tez-tez ko'rsataman. Remontlari o'rta holatda emas, juda ham yaxshi holatda. Qaranglar, kirib yashasa bo'ladi. Mana garderobkasiga bir e'tibor beringlar. Xo'p, azizlar, bu birinchi xonamiz bo'lyapti, plus koridorini ko'rdik sizlar bilan. Mana bu ikkinchi xonamiz bo'lyapti. Azizlar, mana azizlar sizlarga kirib yashab tursangiz bo'ladi, sharoitlari bor. Mana yerda pechkasi bor, mana ikki xonani isitib beradigan. Xo'p, ketdik, dars ko'ramiz uchinchi xonamizni. Kuxnalarda ham sharoitlari juda ham yaxshi ekan azizlarim. Mana bu уже uchinchi xonamiz bo'lyapti aka. Mana remontlari yaxshi, ko'cha tomonda aynagi bor, yop-yorug'gina. Mana bu bir detskiy spalnya bo'lyapti. Azizlar, 5-xona aytdim-ku, 5 sotik 5 ta xonasi bor. 5-xonamiz bugungi kunda mana kuxnya ekan azizlar. Qaranglar, kuxnyada ham sharoitlari bor. Issiq suv, sovuq suvlar, vitichkalar, har xil hid-xushlar yo'q. Remontlar yaxshi holatda azizlarim. Xo'p, davom etamiz. Sizlar bilan уже 5 ta xonani ko'rdik. Mana endi azizlarim katta bir sanuzulimiz. Razdivalkalari bor. Bu ham 2 ta xona azizlar. Oppoq, har xil hid-xushlar yo'q. Kelasizlar, maza qilib yasha olasizlar ekan. Azizlarim, bu 5 sotigimiz tekis, hech qanaqasiga ikkisani emas. Ko'ryapsizlar, aylanasiga xonalar, tandirxonalar, azizlar, hammaga kerakli hojatxonasi, ko'mirxonasi, ko'chada eshikda letniy kuxnya o'choqlarigacha bor. Qaranglar, yo'q mevani o'zi yo'q, daraxtlari. Azizlar, shunaqa ham bir faizli uyimiz, narxini ham ko'p kutilmasdan sizlarga aytib o'raman. $127,000 yana kami bor deyapti azizlarim. Letniy kuxnyamiz bo'lyapti. Xo'p, qaranglar, 80 litr, 50 litr, 30 litr. O'choqlar ham chiroyli qilingan azizlar. Bitta plitkalar yopishtirib chiroyli qilib qo'ysalar bo'ldi. Bu ham bitta xona bo'lyapti. Xo'p, azizlar, mana yerdan kirganingizda aka o'zingizda kirib berib qo'ying. O'tin xonalarimiz, hojatxonalarimiz juda ham akkuratni, qaranglar. Azizlar, bu yerda umuman suvdan muammo bo'lmaydi. Gaz bor, svet bor, mana suv bor azizlarim. Dokumentatsiyalari zo'r deyapti. Sirazi o'tkazib beramiz deyapti. Narxlari yana aytib, $127,000 ozgina kami bor ekan. Adreslarni aytamiz, ketdik. Azizlarim, adreslarimiz Qirg'iziston O'sh shahri, ashi hamma bilgan Onadir bo'lyapti. Azizlar, Onadir, Beshkapa, Imomatani ikkovini o'rtasi bo'lyapti. Xo'p, через navigator kelaman desangiz, Massiv Kalenin 125-ko'cha, 33-raqamli uyimiz. Azizlar, bugungi kunda sotuvda ko'pchilik, juda ko'pchilik mana shu rayonlarda, mana shu lokatsiyalarda mendan so'rayotdi. O'zingizlar mana shu videoni ko'rib kelib, gaplashib hoji gapiran olasizlar. Telefon nomerlarini yozinglar. $127,000 yana kami bor deyapti. 0555 bilan 88 71 70. Qaytaraman, 0555 bilan 88 71 70.